Voy, salqin tushib qopti, yomg'ir ham yog'yapti-yu. Lekin bu masalaga Dilmuz Sampi filiali sizlarga yechim beradi qizlar. Juda ham chiroyli kardiganlarimizda kelgan, uzungina va issiqqina qizlar quchoqlab turadi sizlarni. Shunaqangi yumshoqqina, eng zo'r tomoni kapishonkalari ham bor va oldilarini shunaqa taqvosanglar bo'ladi qizlar. Uzungina, bo'ylari baland qizlarimizga ham mana etek qismigacha, ya'ni tizzadan sal pastroqgacha yopib turadi. Eng zo'r tomonini aytadigan bo'lsam, eng zo'r tomonlari ko'p-da qizlar, zo'r tomonlari juda ham ko'pligidan qaysi birini aytib tugatishni bilmayapman. Yonlarida cho'nchaklari ham bor, shimlar bilan, krossovkalar bilan kundalikda bemalol kiyib yursanglar bo'ladi. Rasvetkalarga to'xtaladigan bo'lsam, ustimdagi seri shunaqangi korичневый rasvetkasi, keyin oq rasvetkasidan bor va o'sha hamma sevgan, hech qachon trenddan qolmaydigan hadovoy qora rangidan. 4 xil rasvetkada qizlar juda ham sifatli, narxlari hamyonbop narxda 12 ta viloyatga dostavka qildirsanglar bo'ladi. Kartoshka bo'lib ketmaydi. Materiallarini ham yaqindan ko'rishingiz mumkin. Eng zo'r premium kачествоda faqat Dilmuz Sampi filialidan xarid qilsanglar bo'ladi. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz va eng yaxshilarini sizlarga ilingan holda Dilmuz Sampi filialida sizlarni kutib qolamiz. Go'zallarim, xarid qilishga ulgurib olinglar.